Assalomu alaykum aka-ukalar, hurmatli kanalimiz, gruppamiz a'zolari. Kam yurganidan, tozasidan, eng full pozitsiya sariq salonidan uchrab qolsa aloqaga chiqib oling degan aka-ukalarimiz uchun mashinamiz ichini ko'rsataman. Birinchi ancha-muncha narsasi bor ichida. Mana bismillah. Mexanika korobka Euro 5, kruz bor. Rolni ko'rsanglar, ba'zida bu ko'p yurgan mashinalarda yaltillab ketadi. Roli ham zo'r holatda turgan ekan. Yurgan kilometrni qaranglar. 11922 kilometr. Xo'p, buning ichidagi narsalar mana shunday qoladi. Mana bu kichkina narsalari ham baribir keyinchalik kerak bo'lishi mumkin. Oladigan odamga soatchasi bor ekan, telefon qo'yadigani bor ekan, rol aylantiradigan originaldan qo'ygan ekan. Bu sinib ketmaydigan, haligi nima bilan, ruchka bilan qotmaydigan ekan. Mana bu narsaga aylantirib qo'ygan ekan. Keyin o'zini monitori turibdi orqada, qarang. Orqada o'zini monitori turibdi. Shunaqa bo'lsa ham Android alohida monitor qilgan ekan mana bu narsani. Buni olib tashlasa ham bo'ladi, o'zini monitorini ishlatsa ham bo'ladi. Bu ham bitta plyus hisoblanadi. Mana bu telefon qo'yadigan. Bu ham birga ketadi. Video registratorni ham birga beradi. Mana bu nimani bakoylari ham elektriskiy, mana tepasiga qo'ygan narsalarni qaranglar. Keyin orqasida mana yuklarimizni qo'yib qo'yishimiz uchun mana bu karbondan yashichasi bor ekan orqada, mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ham. Keyin mana bu barida ham endi kichkina narsada haligi komfort hisoblanadi. Bir narsa qo'yib qo'ysangiz sirpanib ketmasligi uchun kichkina chexolcha barini oldida mana qo'yib qo'ygan mana plastik narsasi. Bu ham qoladi. Eng asosiysi, mashina toza ekan, top-toza. Mana oldilarni qaranglar. Oyoqdagi polilarni qo'yib, mana shunaqa chim polilarni qo'yib chiroyli boshqargan ekan mashinani. Bu dilerstvadan sotib olayotganimiz yo'q, egasini o'zidan sotib olyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi orqasiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, mashinani. Bu mashinadan bitta olib qoladigan narsasi mana bu sandiqchasi bo'ladi orqasidagi. Shuni ham ber desam, yo'q, o'zim ishlataman deydi. Qornidagi yana bitta sandiqchasi bor. Bu tarafda ham yana bitta sandiqchasi bor. Bularni birga beradi. Balon holatlari ko'rishingiz mumkin. Juda ham a'lo darajada turibdi. Tashqi qismlarini ko'rsataman. Yaxshi, yomon emas. 12 ming yurgan mashina ekan. Ramlarida ham unaqa siniq, chirik joylari yo'q. Bortini holatlari ham yaxshi ekan. Mana ko'p yuklangan mashinalarda bilsanglar, mana bu joylari zanglab yoki zazorlar paydo bo'ladi. Unda yaxshi, charmlari ham o'zini holatda turibdi. Orqasida ko'rishingiz mumkin. Keyin mana bu duvgachasi bor. Alyumindan qilgan, bu qimmat narsa bo'ladi. Shuni ham birga qo'shib beraman deyapti. Zapaskasi tushmagan ekan. Hop, gulshitrga keladigan bo'lsa, gulshitrda ozgincha zangi bor, yo'q emas u. Holatiga tortaveradi, lekin zapaska balon tushmagan. O'zini baloni yangi, rasvoti yo'qda. Olasiz, просто minasiz mashina. Oldi balonlarni ham qarang. Tiniq holatda turibdi. Salonning ichiga yana bir boshqatdan ko'rsataydi. Shunaqa tozasi har doim ham uchiravermaydi. Mana shu holatda ekan. Endi bu minuvchi odam mana narsalari bilan turibdi. Dillerlar yaltiratib, chiroyli qilib mashinaga ishlov berib qo'yadi. Bu qanday bo'lsa, shunday holatda turgan mashina. Holatiga tortaveradi. Hozir motorni ko'rsataman. Ovozlari ham nima? Asta. Motorni ochib ko'rsataman. Motorni ham ishlashini ko'rsataman. Soatda ishlab turibdi. Mana o'sha changi bilan dillerlardan sotib olsa, yaltillatib qo'yadi. Artib yangi mashinaga qilib. Changi bilan turibdi. O'zini holatga turgan mashina. Yopamiz. Orqalarini ham qarang. Top-toza. Bu ham mashinaning oldilarini ham tekshirib chiqdik. Ko'rishingiz mumkin. Qanday bo'lsa shunday turganini isboti. Changi bilan turibdi mashina. Germetiklari hamma yo'q o'zida, avariyasi, udari yo'q. Pastki holatlari ham yaxshi. Yog'larni ham almashtirib qo'ygan ekan. Yana bir 5000 kilometrda almashtirsangiz bo'laveradi. Hozir yana bir narsani tushuntirib o'taman. Narigi tarafdan tushuntiraydi, yaxshiroq bo'lar ekan. Buni bitta qo'shimcha jihozi bor. Ko'pchilik ishlatisha olmaydi. Buni YouTube ga shunchaki ulasa bo'laveradi. Mana bu Android ekan. Mana bu monitorda Android qildirgan ekan, hozir mana YouTube ga ulab qo'ydik. Keyin mana bu yerga chip solib, bemalol ulab ishlatsak bo'laverar ekan. Bizdagi hali oddiy bongolarni monitorni ishlatisha olmaydi-ku, bu unaqa emas. Bu Android alohida qildirgan ekan bunga. Soatlarni qarang ishlab turishini. Mashinaning haqiqatdan ishqo'z ekan, video registrator ishlab turibdi. Hozirlar ham juda joyida ekan. Gap yo'q. Ba'zi